Men bu Nursulton Ro'ziboyevni hammanglar taniysizlar. Men qilib yurgan ishlarimni bitta o'zingizlar ko'ringlar. Keyin men o'zimni fikrimni aytaman. Juda kam tanib qoladi. Ko'rdinglar? Bu yigitni ota-onasiga ming rahmat. Sababi nimaga? Mana haqiqiy sportchi, mana haqiqiy o'zbek o'g'loni, skromni. Mana 0 dan ko'tarilib dunyodagi eng zo'r ligada mana top xudo xolisa 10 talikka kiradi inshaalloh, duo qilamiz. Даже UFC kamarini olishni nasib qilsin. Bu yigitni ota-onasiga, yaqinlariga ming rahmat. Shunaqa tarbiyalik, haqiqiy o'zbek o'g'lonini tarbiya qilishgan ota-onalarga ming rahmat. Haligi qilib o'zini urib, men palonchiman deydigan emas. Mana 0 dan ko'tarilib eng zo'r ligada urushyapti. Omadini bersin. Nursultonga omad tilaganlar bittadan like bosib, mana ko'rsatib qo'yaylik, UFC'ni atmetka qilib bir ko'rib qo'ysin o'zbeklar qanaqaligini.